Oo. Bugün 3. oluşumuz ha? 3. alışımız oldu. İkinci gün. İkinci gün. 2 mahal olyapmiz. Bir so'ka bo'ladimi kecha? Kechki payt kelganmiz. Girija bor edi. Girija bor edi belimda. Qanday natija bo'ldi 3 kunda? Mana 3 marta qo'yishimiz. Birinchi kuni 5 ta qo'ydik. Kechasi terlab yotdim. Ertalabki og'riqlar qoldi. Natija yaxshi. Xolasa. Sezildi foydasi. Albatta sezilyapti. Shu yerda turibmiz. Bo'lmasa kelarmidi hisobingizga. Foydasini bildikki birinchi kundan kelib turibmiz mana. Xudo xolasa og'riq ochsangiz, umuman inshaalloh qutulaysiz girijadan. Yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat. Hozir o'g'ilga olasizmi dorini? Ha, o'g'lim. Oshqozonda yara yo'qmi? Yo'q. O'tib ketadi. Hozir girija kasalligini muolaja qilyapmiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani musiqa san'at maktabi ro'parasida. Umurbek tabib qizlarning YouTube Telegram kanallarimiz bor, bemalol aloqaga chiqaveradi. Telefon nomerlarimiz 90 567 35 57.